Özünü vaz keçilməz deb qaraydiganlarga bir əslatma. Bizning o'tmishimiz o'zini vaz keçilməz deb xiyolni xam qurib olgan va biz oqibatda vaz kechgan insonlarga liq to'lgan. Söyganligimiz va bir zamonlarda vaqtimiz, amgikimiz va zehnimizni berganligimiz uchunla söygimizga bog'liq qoldi xolos. Afsus, siz o'zingizni vaz keçilməz deb qarab oldingiz. Kashki nazaringizni ustun qilish, o'zingizni tepilmasning xormisi deb o'ylab olishning o'rniga siz uchun qilganlarning qadriga yetgan bo'lsangiz. Vaqti kelsa unutilmaydigan inson, o'tib ketmaydigan azob yo'q. Bu hammamizga ayon. Bir chaqlarda qo'yib etmagan bo'lsak, bo'ldi qilmagan bo'lsak, bu sizning tepilmas biri bo'lganligingiz uchun emas, faqat va faqat so'yganligimiz uchun edi. Ammo qilganlarimiz u yoqda tursin, muhabbatning qimmati bilinmadi. Aslida masalani bu shaklda yig'inchoqlay olamiz. Faqat so'yganlik uchun sabr qilgan insonlar bor. Ko'ngil bo'lganligi, yuz ayganlik uchun nurg'un azorlar berilsa-mu, yanada qo'lini toshning ostiga qo'ygan insonlar bor. Yaxshi ko'rganlik uchunla o'zining to'g'ri bo'lsa-mu, yanada kechirim so'ragan insonlar bor. Asla vaz kechgili bo'lmaydiganlik uchun emas, ko'zga issiq ko'ringanlik uchun mushi yergacha bo'lsin deyishni xolamaydigan insonlar bor. Buncha yuklarni ko'tarishi, bardoshlik berishi, chidishi faqat va faqat so'yganligi uchunla edi. Bu qurbonliklarning qarshi tarafida so'yilganligi uchunla shaxsiyatchilikka taslim bo'lib, g'odiyib turib olgan insonlar bor. Muhabbatga erishganlik uchun chivinning qonatichilik badaldan qochadigan va so'yilishni yetarlik deb qarab, qarshilik berishni ortiqcha deydiganlar bor. So'yilganligini his qilganlik uchunla mehr berishga pixsiqlik qilgan, bahonalarning orqasiga mukinib olgan va o'zini jahonda birdan-bir deb o'ylab olgan insonlar bor. Buncha tashdek qetib turilishlarning sababi faqat yaxshi ko'rilganligini his qilganligi uchun edi xolos. Amaliyotda siz voz kecholmaydigan biri emas. Voz kechmagan asli biz edik. Biz qadrini qilib, beshimizni ko'tarib, so'yganligimizni his qildirgan bo'lsak, sabr qochimiz tashqanda, tashlashni yetar deb voz kechishni bilamiz.